Mana buni qarang. Elektronniy parok tushyapti. Keyin qarang. O'rtaga tushdi. Bitta bossangiz bu yoqqa kelyapti. Voy qiluvlaring qursin sani JMC. Aka 602 litrli motorligi keldi. 5 litrli, 4 litrli, 2 litrli motorlardan zerikkan bo'lsangiz, 602 litrli motor aka. Shunaqasidan bo'lsa olaman deyaptimidingiz. JMC ni yaxshi ko'rgan odamlar bormi? Oramizda bir marta bo'lsa ham Amerikaga borib kelgan yoki Amerikada tanishi bor, qarindoshi borlar bormi? JMC yaxshi mashinami? Aka hech qanaqa ish yo'q deyaptilar. 20 000 kilometr yurgan ekan. Bitta haydab boshlari bilan ko'rsataman. Hamma funksiyasi bor. Head-up display, dashmami kameralarigacha ko'ryapsizmi? Mana Cadillac'larda bo'ladi-yu. Luklarigacha bor ekan. Egalarining yetishlari bo'yicha O'zbekistonda bunaqasidan juda ko'p emas. Bo'lsa ikkita bordir, 3 ta bordir bo'lsa. Lekin mashinamiz haqiqatan maxluq aka. Hamma rejimlari bor. Off-road, moff-road, o'sha yursa ikkita ballonni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, 4 ta ballonni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. 20 000 kilometr yurgan 25-yil mashina aka. Modeli mana. Denali degan modeli ekan. JMC Denali. Hozir sizga bitta narsani ko'rsataman. Qani? Bundoq qilamiz. Gazni bossangiz bu yurib bo'lmayapti bunda. Oldini ko'tarib yuryapti. Aka, qo'ying, tinchgina o'tira qolaylik. Uy sotib olsangiz, gazini bosib ko'raverasiz. Aka, nima dedinglar? Mashinani kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu eshigini, mana shu parok qismida gina sepilgan joyi bor ekan. Yana bemalol o'zingiz uchun tekshirib olsangiz bo'ladi. 25-yil texpasport, 24-yil kuzov ekan, aka. 20 000 kilometr yurgan bor yo'g'i. Aka, yaxshilab so'rab, surishtirib ko'ring. Gazni bossangiz, bu ana 5 litrli motorlar emas, kerak bo'lsa oldini ko'tarib mashinada yuradi. Aka, geliklar qanaqa oldini ko'taradi bundoq qilib. Xuddi shunaqa kerak bo'lsa ko'taradi. Narxi nech pul deb o'ylaysiz? Yaxshilab so'rab surishtirib ko'ring. 79 000 dollar. Bormi? 79 000 ga mana shu topa olmasangiz kerak. Mana realniy pulingiz naqd bo'lsa, Primo egalari balkim yana u yoq bu yog'idan o'tib berishar. Bitta like bosib, katta mashina qidirib yurgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'yinglar.